Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Hozir mana video ko'rib qoldim Eron to'g'risida. Shu aytilgan narsalarni men kecha jonli efirda aytdim. O'zim fikrimni aytdim-da. Shu mana jurnalistlar bilan fikrim to'g'ri keldi. Hozir bu yerda namoyishchilar o'zlariga bilmagan holda juda katta ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu tayyorlangan ham bo'lishi mumkin. Mana masjidlarga o't qo'yilishi sababi, eng katta sababi shu haligi hijobdan to'yganlar, bu hali nima demokrat bo'lolmagani uchun shu hozir Amerikaning yordamida, ular Amerikaning yordamini tushunadimi yo'qmi, lekin bu qilayotgan ishi Amerikaning yordami emas, Amerikani qul bo'lib qolishga olib kelyapti. Endi agar qo'zg'olon juda kuchayib ketadigan bo'lsa, o'shalardan 100 ming, 200 mingni qirib tashlab turib bo'lsa ham davlat saqlab qolish kerak bo'ladi. Bu davlatda mana uni ko'rdinglar, qiyinchilik bo'lyapti. Qiyinchilik bo'lmay nima bo'ladi? Neftni olib chiqib sota olmaydi. Bu yerda nimadan yo'l to'sib olgan Amerika. Keyin bu Eron degan davlat shu yerda mana bu Isroilni nima deb qo'yadi? Boshini ko'tarsa boshga tushirib turadigan bitta shu davlat. Boshqa da arab mana bu musulmon davlatlari hammasi xunasa musulmon davlatlardir bular. Xunasa prezident, xunasa saroy mullolari. Ular urush bo'lganda mana ko'ryapti, o'zlari ko'rib turibsizlar. Isroilga yordam berishyapti. Shu yerda Isroilga bo'ysunmagan shu bitta Eron qoldi. Eronda hozir o'ziga qaratib oladigan bo'lsa, Isroilni nimasi ochiladi, mana nima deb qo'yadi? Bitta balodan qutuldi, endi yo'li ochiladi. Endi jang qilishga yana imkoniyat ko'payadi. Bu turishda tezda bu Suriyani olib qo'yadi. Suriyani olish unga oson bo'lib qoldi. Suriyada o'zini odami. Ko'rdinglar mana bu o'yinlar bo'layotganini. Mana Asadni armiyasi necha yil urushdi mujohidlar bilan. Ular mujohidlar ham yomon, to'g'ri, bu ham yomon. Mana u Ashari kelib turib bir haftada nimani quvib chiqdi. Asad. Bu nima bo'ldi deganda Asadga tezda chiqib ketdi dedi. Men buni avvalgi videoda aytganman. Sababi mana bu Hezbollahga qurol yarog' toza yetib boryapti. Suriya orqali. Shunga mana bu nima bilan Isroil yiqilib turadi, yiqiladigan joyga kelib qoldi. Agar o'sha Asad ketmaganda ehtimol hozir janozasini ham o'qib qo'yilgan bo'larmidi Isroilda. O'shani ko'rdinglar. Isroil nima Asad ketishi bilan darrov Suriyaga bostirib kirdi. Kirib o'sha yerdan qurol yarog' o'tadigan yo'llarda hammasini to'sdi. Hamasdan. Nima? Hezbollahdan. O'sha uchun bu mana susayib qoldi. Bo'lmasa mana bu nimani ko'rib, Hamasni ko'rib, bu ham shijoatlanib ketuvdi. Bu Yahudni o'ldirish oson ekan, faqat biz qo'rqqan ekanmiz deb. O'shaning uchun mana nimani bo'shatib berdi. Endi hozir Suriyaga ham hujum qiladi agar shu bo'shlasanglar. Eron yiqiladigan bo'lsa, bunday dati bu yerda balans o'ladi. Isroilga qarshi hech qanaqa kuch qolmaydi. Shu bilan u narsa mana bu Hamasni ham yo'q bo'lib qolishi mumkin. Yo'q qilish imkoniyat bo'lib qoladi. Hezbollahni ham yo'q qilish bo'ladi. Agar Eron yiqilgandan keyin tez o'rtada Livanni ham olib qo'yiladi. Shu yerda turibdi. Nimaga bo'lsa, Isroil nima Suriyaga kirib olgan. Ehtimol bir chekkasida haligi itga suyak tashlaganda bir joyini qoldirib qo'yish mumkin. Suriyaga butunlay yo'q qilmay. O'shanga ham prezident rozi bo'ladi, o'zining odami. Hozir Eronda shunday narsa turibdiki, nima deydi? Bir odam ilashib turibdi nimada? Bir narsaga osilib qo'ygan, osilib turibdi. U qo'li qachon bo'lsa tushib ketish mumkin ag'dariladi.
shunday xavfli vaqt. Shu mahalda o'sha nima qo'zg'olonchilar chiqyaptimi? Mana u nima deb o'tirmasdan, hali boshqa davlatlarning ko'yniga qarab, u yerda zolim bo'ldi, u bu deb uni nima qilaylik, yana sanksiya qo'yaylik deganlar chiqadi. O'shalarga hech ham quloq solish kerak emas. Sanksiya bo'lsa yana qiyinchilik bo'ladi. Lekin shu yerda 100 ming odam agar o'ldirib bo'lsa ham tikkalash kerak. Bu yerda hozir juda Amerikani bilan Isroilni haligi o'ruslar aytib qo'ydi, 1000 yildan beri qilgan orzusi, 1000 yildan beri orzu qilaman deb, 1000 yil emas endi bu. Shu paydo bo'lgandan beri shu orzu qiladi. O'sha Netanyahu har doim mutahamchilik qilib, Eron atomli bombasi bor. Hozir chiqarib nima to'xtatmasa, bir oydan keyin nima, bir yildan keyin chiqarib oladi deb turib aytganiga 30 yil bo'ldi. O'shandan beri chiqarmadi. Yana o'shani qaytaraveradi. Sababi uni qo'rqitayotgan narsa nima Eronda qurol nimasi emas, atom bombasi. O'shanda yetkazib bergan qurol mana bu Hezbollah nima Hamaslarga kelgani o'sha xavfli. Sababi u yerga Hezbollahga ham Hamasga ham birov yetalab borgan emas, yo zo'rlab yo nima qilib. O'zlari shu jonini tikib borishgan. Bu nima bo'lsa Isroil soldatlari hech unaqa o'lish kelmaydi, shuning uchun uzoqdan otadi. Bunaqada mana u nima tasarruf qilganlarcha nima shu o'lishni yoqtiradiganlar. Bunchasi o'lish ular uchun nima shuncha katta xursandchilik. O'sha mana bu nimani Hezbollahda bitta hamtasi o'lsa uyda ashkun to'y qilishadi. Shuning uchun mana bu nimalar yahudiylar. Bu avvaldan aytib kelgan. Bular bilan qana qilib urushamiz? O'lishni orzu qilgan bilan qana qilib jang qilib bo'ladi degan. O'sha nimada urushib ketganda Hezbollahda asha o'lgani qolib ketsa o'liga borib turib uni g'alir qilishadi. Avtomatda ras otishadi, yig'lab qilishadi. Nima foyda topdim buni o'ldirib deydi. Ota-onasi bayram qilyapti. Ota-onasi bayram qilib turadigan bo'lsa deydi, albatta bular bizdan g'olib bo'ladi deydi. Men avval ham aytganman-da, asha Hezbollah ichkarilarga kirib ularni qilib chiqqan. Asha 4 tasi borib turib 20-30 ta samolyotini yoqib borib chiqdi. Ikkitasi o'lib, ikkitasi qaytgan. 50 kilometr ichkariga kirishganlar. Hali Delta planda. Mana bular hali temir gumbaz deyishuvdi, temir gumbazda teshik gumbaz ekan. Mana o'tib ketyapti. Nimada ko'rsatdi urushda. Hozir uni demak kuchi yo'q. Uni ustiga mana Hamasga shuncha harakat qilib qo'ldan ishlasa kelmadi, ichkarida mana ko'ryapsizlarmi? Nimada Eronda urush boshlanib ketdi. To'polon. Shu to'polon Isroilda boshlanib ketishi kerak edi. Lekin mana bu Suriya o'sha yerda nima to'sib qo'ydi, nima mana Ashshari. Shu bilan qurol kelmay qoldi, to'xtab qoldi. Mana yahudiylar bolalarni o'lishini hech ham xohlamaydi. Shuning uchun nimani urushni to'xtat deb bunga mana Netanyahuga nima to'polon qilib chiqishdi. Uning ustiga oppozitsiya chiqdi. Bunday desa, nimaga kelib qoluvdi? Jarga. Shuni mana Tramp qutqazib qoldi. Nima qilib? Kelishamiz deb. Bo'lmasa o'sha yerda hozir o'sha yerda ham taza qirilyapti. G'azoda. Shuning uchun bolalarim o'lmasin deb bular ko'tarilib ketish kerak edi. Uni panasida nima mana oppozitsiya chiqib boshlab qolardi. U haligi nimalar bor, dindorlar. Ularni armiyaga chaqirsa deyapti, ular urushmaydi. Mana nechta nima turibdi unga qarshi turibdi. Hozir endi bundaychasiga mana shu nimani Eron ketsa, Isroil yutdi. Endi bir 20 yil ichida unga qarshi chiqadigan narsa bo'lmaydi, davlat bo'lmaydi. O'zini bir 3-4 barobar ko'p nima qila oladi. Kengaytira oladi. Yevfrat daryosiga qarab yuradi. Bu yerda ham qarshilik yo'q. Bu yoqqa borib turgan Sinayda ham olib qo'yaveradi. Undan
bular aytgan u Qizil dengizgacha boramiz deb turibdi, o'zlari qo'yniga olib. Bu birinchi emas, bu bunaqa Eronda yo'qolib ketish xavfi. Xomeiniy ana shu nimadan Fransiyadan kelib davlatni egallaganda shunaqa to'polon boshlangan. Kurdlar biz alohida bo'lamiz deb chiqishgan. Yana mana bosh ko'targan bola. O'shanda nima Xomeiniy qirib tashlagan. Shu bilan tinchib qolgan. Hozir endi men bunaqa aqlli odam emasman, mening fikrim bo'yicha hozir qanchasini o'ldirib bo'lsa ham armiyani ishga solib to'xtatib qolish kerak. Hozir mana bu vaqtida to'smaydigan bo'lsa, qurol yetkazib bergan qo'yish mumkin bularga. Mana 150 ta nima o'libdi mana bu nimalar. Politsiyalar haligi SMBlar. Bu juda katta yo'qotish. Hech nima qilmasdan demak ular qurolni ham olishibdi. Endi masjidlarni yaqqanini qarang. Nimaga yaqishdi bu? Bunday shunaqa yovuz odamlar ekanda. Endi bunday o'ylashmam kerak. Masjidni yaqqani Eronga yaxshi bo'ldi. Odamlarga ularning asl basharasini ko'rsatdi. Ehtimol o'sha nimani masjidlarda o'sha SMBlar yaqqan bo'lishi ham mumkin. Sababi shu narsa Eronga foydali. Nafrat paydo bo'ladi. Hozir mana bu nimada o'shalarga dindorlarga shu ham nima bo'ldi? Qattiq zarba bo'ldi. Ular ham hozir endi mana bu namoyishni qanaqa iflosligini bilib qolishdi. Shunga men ashir kecha nima chiqaruvdim, nima jonli efir. O'shanda men aytgan gaplarni mana jurnalistlar xuddi men aytgandek gapirishyapti. Bu yerda Amerika hali bo'lmasa, hali Pahlavi kelib Isroil bilan do'st bo'lamiz deyapti. Amerika akamiz bo'ladi deyapti. O'sha bizni deydi, yetalab yuradi deydi. Go'daydi yetaraganda o'zini o'zi bilan aytib turibdi. Bu degani Eron bo'ldi, tugadi. Eron nima Amerikani 51-shtatiga aylanadi. Sababi u yerga kirib olgandan keyin qanaqasiga chiqib ketadi. Neft shunaqa ko'p bo'lsa, mana Venesuelaga ham o'sha neft uchun hujum qildi. Bu yerda tayyor turibdi. Haligi bir nimaga apandini qonni ochib ketibdi. Qonni ochib ko'chaga chiqib men nimaman, payg'ambarman deb qichqiribdi. Urib inaykin podshoga borishibdi. O borgan ekan podshoga aytibdi, "Sen payg'ambarmisan?" desa, "Qanaqa vahiy keldi senga?" desa, "Avval qonnimni to'yg'az" debdi. Qonnini to'yg'azgandan keyin, "Va vahiy keldimi?" desa, "Keldi. Xo'ja Nasrdan endi yaxshi joyda topding. Bu yerdan qimillama degan vahiy keldi" demiş. Shuni singari xuddi shu Xo'ja Nasrga o'xshab, endi joyingni topding degan shu bo'ladi. Bunga Amerika qancha uringan, hech ham iloji yo'q edi. Endi o'sha nimada hukumatda turganlar bunday bir xavfni his qiladigan bo'lsa, bular albatta qiladi. Hozir bularni hech ayamasdan qilish kerak. Sababi endi odam o'ladi, bu yomon. Lekin shunday gap bor. Odamni deydi, mana qo'li chirishni boshlasa deydi. 10 qo'li qilich ushlaydigan qo'l, eski gapda bu qilich. Shuni qirqib tashlanadi deyapti.